Bismillahirrahmanirrahim. Aqtam Ömerning atalmış Şinjan Medeniyeti jurnalining 1995-yillik 2-sonida e'lon qilingan "O'zimizni e'tirof qilayli" nomli chatma maqolasidagi tövandagi bo'lakka diqqatimizni og'dirayli. Abdurahim O'tkir, Musojan Azizi va Qodir Akbar akalar bilan bir qitimliq suhbatda bo'lgan chig'imizda O'tkir aka marhum Ahmad Ziyoyi akaning bir kechirmishini so'zlab berdi. Kunlarning birida O'tkir aka Ahmad Ziyoyi akadan so'rabdi ekan: "Apandim, sizlar umrlarda bir kimni maqtab boqqanmi? Mening bilishimcha, bu puxni yemagan bo'g'iydilar." Ahmad Ziyoyi aka kulib ketib: "Bizda undaqlarni topmoq dengizdan yengni izdigandek bir ish o'xshaydi. 16 yosh vaqtimda bir rasvo bo'lmagan bo'lsam, keyin maqtanchoq ham yolg'onchi bo'lib qolarkanman." Shu chog'larda akam Muhammad Fayzi Qashqari rahmati Mahmud Muhitining huzurida kotib ekan to'q. Akamning vositasi bilan menmu kotib bo'lib kirdim. Turib ko'nglimga shayton kirib, men akamdan yuqori o'ringa erishib olmaymanmi degan tamo bilan Mahmud Muhitining meni kotiblikqa og'iniga rahmat etishni bahona qilib, u odamni madhiyalab, maqtab 30 necha kublit qasida yozdim. Uni sut bilan patlagan alohida qog'ozga rosa chiroyli xushxatchilar ko'chirib, chiroyli qatlab tutib tursam, Mahmud Muhiti to'risqa tegay deb qolgan egiz bo'yini sal egib, gursildab dassab kirib keldi. U har qitim eshikdan kirsa turpon padisida: "Ho'y bolla, ishlayotamsizlar" debla ishkiriga ishxonasiga kirib ketadigan. Bu qitim mening eshik oldida qo'l bog'lab turganimni ko'rib: "Ha, Ahmad bolam, gaping bormi?" dedi bom ovozi bilan. "Xo'sh taqsir", dedim men beshimni egib. "Xo'sh taqsiringni qo'yib, gaping bo'lsa udil davagin. O'g'il bola degan mazlum sifat bo'lib olsa qamlashmaydi." Titrab talab turib uningga qatliqli qasidamni berdim. U gusildab dassab kirib ketdi. Pam bilan joyimga keldimda bosh ko'tarmay mukchiyib ishlayotgan akamga yartigidan qarab ichimda: "Voy bechora, meni Mahmud Sijonga sen tanishtirgan eding. Endi Sijon meni sendan yaxshi ko'rib, atvorlab o'stirdigan bo'ldi. Men zodi sendan ustun turmasam bo'lmaydi" deb xushalligimdan ichimga sig'may o'ltirdim. Bir kimdi ishkiri ishxonadan jo'ziga gum qilib urilgan mushtning ondan Sijonning qattiq o'rkirgan ovozi anglandi. Kotiblar, muhofizatchilar tik turib ketishdi. Muhofizatchilar ishkiriga o'qdek kirib ketdi. "Mahmud Sijon, qani heliqi yangi kelgan haromzada mirzo" deb qattiq varqiradi. Qo'rqinimdan hoshimni yo'qotqili tasliq qildim. Muhofizatchi yigit mutatirib meni ishkiri kirishga ishorat qilib o'zini daldiga oldi. Putqulimda jon yo'q, tasdi ishkiri ishxonaga kirdim. Sijonning qo'yiq qoshlari orasidagi qopqidan muz yig'ib turdi. Titrab turgan qo'liga tapancha ilib olibdi. Buni ko'rib beshim qiyib, tizim puklishib, yiqilib tushgili tasliq qoldim. "Buni sen yozdingmi?" "Xo'sh taqsir." "O taqsirining 70 pushtini mushtumdek turib haramzadlikni nadin o'rganding?" Bir til tukimdan 1000 tomchi ter quyilib, qo'rqinimdan yiqilib tushgili tas qoldim. Bu ahvolni ko'rib Sijon sal yumshab, tapanchini qipiga sep qo'ydi va yelpiz terisi silingan yong'oq yog'ichi ustida o'ltirdi. "Dabbaqa, nima maqsadda meni buncha maqtab uchirvatding? Sen dinda o'qibsan. Hozirgacha Allohni madiyalab, shunchalik bir qasida yozib boqdingmi?" Zuvonim tutilib qolganlikdan undimay turdim. "Ilmi bor deb akang seni tanishtirdi. Bola bo'lsimi ishlasin" dedim. "Yana mendan nimani tamoq qilib meni madiyalading? Nima tamoq qilgan bo'lsang, ochiqda murodingga yetkazay." Ishtiyonkidek tikanlik ochiq narsa bo'g'zimga qoplashib gap qildirmadi. Go'shiyib turganimni ko'rib Sijon qattiq o'rkirdi. "Pul tamoq qildingmi? Oltinmi? Pullami? Yoki askar boshlig'i bo'lgan bormi? Mening mansibimni tamoq qilgan bo'lsang, mana hozirli beray." "Yo'q taqsir" deganimcha yiqilib tushdim. Muhofizatchi yo'lib oldi. O'ngrab, isadab yig'lab, zodili o'zimni tutib ololmadim. Sijon birdam qarab turgandan keyin: "Payg'ambarimiz seni yuzingdan yuzingga maqtagan odamni qandoq qil degan? Yuziga to'pichash, uningdan ezi bo'l, neri qoch degan." "Bolam, sen texi go'dak ekansan. Yuzingga to'pichassan bo'lmas. Ammo bola turib bundoq maraz kasalni yuqtirib olsang, sen odam bo'lmay, tapan yalaydigan lolmi ishti qatoridan qopsan. Bir odamni yuztirani maqtagan odamda cho'qim intoyin razil qoriniyat, pas g'araz bo'ladi. O'zini maqtagan odammi
yuziga pardoz qilib, satang surtiga kirib olgan pasanda xotinlardek dop yuz keladi. Uyatliq, adablik, inson tabiatlik odam maqtamaydi, maqtanmaydi. Bu gapni esingda ching tut. Ishdan bekor qilay degan bola bo'g'ining uchun otadorchilik qilay. Mang, chiqib ishingni qil. Shu chiqqancha 3 kun dum yetib yig'ladim. Ishxonag'imi hargiz yo'lamadim. Shu izo ahonatlik, nomusliq ko'rinish yuragimga o'rnab ketib, shundan e'tiboran maqtashdan xoli yashadim. Bu yerda marhum olim Ahmad Ziyoini xushomat qilishga undigan mantiqa dal jon beqish farz aqidasi. Agar polvon sifat qo'mondan Mahmud Mo'yitining sagitishi bo'lmagan bo'lsa, u mangu ashu aqidaga yepishib o'tganmi bo'ladi. Bir materialda ko'rishimcha, G'ini Batur bir qitimliq jangdan qaytganda oldiga belini to'lg'ab, qosh ko'zini o'ynatib usul o'ynab chiqqan bir arni "Hech qizmo nima bu?" deb etivatgili tasqagan ekan. Halol niyat, pokiza aqida bo'lmasa, erkak erlikidan, inson insonlik qilipidan chiqib ketadi. Jon beqishdagi muddao durust bo'lmaganligi uchun bundaqla bir umrlik pushaymonda qoladi. Erdak yashab, erdak o'lgan. Ashu mardoniligi bilan onalarning duosiga noil bo'lib, o'zidan nomi uzun yashagan erkaklarga salom bo'lsin. Mikrofon oldida Haqqani.